Tahlillarga ko'ra, bugungi kunda mahallalarning 36% chuqur ixtisoslashgan mahallalar, 46% o'rta ixtisoslashgan mahallalar va 18% past ixtisoslashgan mahallalarga kiradi. Endi har birini ichini ochadigan bo'lsak, chuqur ixtisoslashgan mahallalarning 88% qishloq xo'jaligiga, 9% savdo va xizmatlarga, 3% kichik ishlab chiqarish va hunarmandchilikka ixtisoslashgan. O'rta ixtisoslashgan mahallalarning esa 67% qishloq xo'jaligiga, 27% savdo va xizmatlarga, 6% kichik ishlab chiqarish va hunarmandchilikka ixtisoslashgan. Tahlillarga ko'ra, ixtisoslashuvda asosiy omillari sifatida kredit, subsidiya, bilim va malaka, suda, bir so'z bilan aytganda moliyaviy resurslarni oshirish bu asosiy omil sifatida xizmat qildi. Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 2 yilda mahallalarning katta qismida ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish hajmlari o'sgan, muammoli kreditlar ulushi kamaygan va tadbirkorlik faolligi oshgan. Iqtisodiy tadqiqot islohotlar markazining tahlillariga ko'ra, chuqur ixtisoslashgan mahallalarda iqtisodiy faollik, eng muhimi aholining farovonligi sezilarli yuqori. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, moddiy yordam oluvchilar soni demak 2 marta kam. Xorijga uzoq muddatga ketganlar soni 1.6 martaga kam. Nofaol tadbirkorlar soni esa 1.3 martaga kam. Mazkur raqamlar ham mahallalarning ixtisoslashuvi qanchalik natija berayotganligi, aholi farovonligiga xizmat qilayotganligini bildiradi. Yana bir yo'nalish muhtaram yurtboshimiz kecha berilgan topshiriqlarga ko'ra, mahallalarning ixtisoslashuvini yangi moliyaviy mexanizmlar joriy qilindi. Ya'ni rag'batlantirish mexanizmlari. Bu ham qo'yilgan vazifalarga mana shu hududlardagi mahallalar ixtisoslashuvini yanada chuqurlashtirishga, aholi farovonligini yanada oshirishga xizmat qiladi.